Parrandachilikda suv qanchalik muhim omil? Shunaqa holat bo'lgan. Bir kun fabrikadan murojaat qilishdi. Tovuqlarimizda muammo bor deb borganimizda, o'lgan tovuqlarni yorib ko'rganimizda, u yerda shu pochkasida muammolar bor edi. Tuz yig'ilgan, podagra va ratsionlarni ko'rib chiqdik. Infeksionniy kasalliklarga tekshirdik va suvni ham tekshirdik. Va shunda aniq bo'ldiki, suvda muammo bor edi ularda. Suvni tarkibi shu ichimlik suvga yaroqli emas edi. Og'ir metallar normadan juda ham ko'p edi. Shuning uchun ham bu narsa pochkalarni ishdan chiqarib, podagra kasalligini olib kelayotgandi. Suvni almashtirganimizdan keyin bu muammolari to'xtadi shu klientimizda. Hatto suv shu darajada muhimki, yemsiz tovuq, katta tovuqlar 10 kungacha ham yem yemasdan yashashi mumkin, lekin suvsiz 24 soatdan ortiq yasha olmaydi. Shuning uchun suv juda ham muhim omil.